Siz chekasizmi? Tamaki mahsulotlariga ruju qo'yganmisiz? Unday bo'lsa, onkologik kasalliklarga chalinishingiz mumkin. Bu haqda tibbiyot xodimlari barchamizni ogohlantirmoqda. Biz nima uchun mazkur mavzuda gap boshladik? Chunki endilikda O'zbekistonda saratonga qarshi kurashish tizimi yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Xabaringiz bor, davlatimiz rahbari saraton kasalliklarini oldini olish, erta aniqlash va davolash chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarorni imzoladi. Poytaxtimizdagi Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazida ushbu qaror ijrosi yuzasidan muhim tadbir bo'lib o'tdi. Palliativ xizmatni rivojlantirish bo'yicha juda katta qarorga imzo chekildi. Xalqqa sifatli tibbiyot onkologiya xizmatini taqdim qilaylik. Bizni bemorlarimiz chet elga ketishga majbur bo'lmasin. Imkoni bor paytda qo'pol qilayotganda o'lib ketmasin. Milliy dasturning asosiy maqsadi shu. Yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, aynan tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish onkologik kasalliklarni keltirib chiqarishga sabab bo'lar ekan. 30% rakni, saratonni sababchisi tamaki ekan. Hatto ayollarda ko'krak bezini sababchisi ham tamaki. Endi buni fan tilida, onkologiya tilida gen darajamizda tomirimizga kirib, onkologiyani sababchi qiluvchi hujayralarni paydo qilar ekan. Natijada o'sha chekish bilan bog'liq bo'lgan saratonni oldini olish, keyinchalik erta aniqlash. Erta aniqlasak sifatli davolaymiz, aksariyat bemorlarimizni bu kasallikdan tuzatib yuborish. Demak, tamakidan, zararli odatlardan voz kechishimiz kerak bugunoq. Albatta, bugunoq O'z vaqti tibbiy ko'rikka borishsin. sog'lig'iga befarq bo'lmagan. O'sha o'zida onkologiyani hech kim menda bo'lmaydi, yo'q deb kafolat bera olmaydi. Hatto shifokor, biz onkolog ham. Kim sog'lig'iga befarq bo'lmasa, o'sha davlat dasturlarida ishtirok etsa, u o'ziga, oilasiga, jamiyatga, davlatga yordam bergan bo'ladi.